erkaklar negativ yozadi. Yomon, negativ bildiradi, lekin shuni bilib olish kerak. Mana shu mayli kim qanaqa qabul qiladi o'zi biladi, lekin ayol kishi erkak kishiga Allohdan berilgan omonat bo'ladi. Masalan, sizga bir katta rahbar, shahar hokimi kelib bir qimmatbaho narsani berdi sizga, men senga sovg'a deb, omonat deb berdi. U qimmatbaho narsani nima qilasiz? Tepaga otib, yerga otib, dumalatib yurmaysiz-ku. Chiroyli, xavfsizroq joyga qo'yishga, orada changini ortib turishga, ora-orada ustiga nimadir yopib qo'yishga harakat qilasiz. Shu zarar yetmasin deysiz shunga. Shu ayol kishi ham shu Allohning erkak kishiga bergan omonati bo'ladi. Ana shu omonatga siz qanaqa munosabat bildirasiz? Alloh sizga shunaqa munosabat bildiradi. Shuning uchun bir videomda aytganman. Muvaffaqiyatli odam bo'lmoqchimisiz, sizga tegishli ayollarga, ayolingizga, qizlaringizga, onangizga, singlingizga, opangizga yaxshi munosabatda bo'ling deganman. Tegida shu narsa yotadi. Siz o'sha omonat u, masalan, ayolimiz, singlimiz bizga berilgan omonatda, ayniqsa ayol kishi tan mahram omonat hisoblanadi. Shuning uchun oilaviy munosabatlarda eng katta bugungi meni o'zim baholashimdagi eng katta muammo erkak kishini ayoliga bo'lgan e'tiborini kamligi. To'g'ri bor, e'tiborni ham zo'r qilib qo'yishadi, bunaqalar bor, lekin asosiy band, choyxona bilan band, ulfatlar bilan band, ish bilan band, biznes bilan band, juda band, hamma narsa bilan band, lekin aynan ayoliga kelganda ayol kishiga nima ko'p narsa kerak emas unga. Ayol kishiga tillalarni bermang, ayol kishiga tam dollarlarni bermang. Dollarlarni bering, e'tibor bermang, qabul qilmaydi. Lekin nomiga kichkina narsa berib turib, yaxshi e'tibor bering. Sizdan yaxshi odam bo'lmaydi uning uchun. Shunaqa, qoida shunaqa. Mana shu negativ yozgan erkaklarga tegishli bu. Shu omonat bo'ladi. Sizga o'sha